Bolalarda uchraydigan, pampersga nisbatan paydo bo'ladigan toshmalar kontaktli dermatitning bir ko'rinishidir. Yangi parfumeriya mahsulotlaridan so'ng ishlatilgan joyda qichishish, qizish, achishish hissi paydo bo'lsa, shu vositani tezda ishlatishni to'xtatish zarur. Kontaktli dermatitlarda mometazon tarkibli mazlar yaxshi samara beradi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan kontaktli dermatitlar haqida gaplashamiz. Kontaktli dermatit bu teriga tekkan moddaga nisbatan terida qizarish, qichishish va pufakcha hosil bo'lishi bilan kechuvchi terining yallig'lanish kasalligidir. Kontaktli dermatit aholini 2-10% uchraydi. Hamma kontaktli dermatitlar irritant kontaktli dermatit va allergik kontaktli dermatitlarga bo'linadi. Irritant kontaktli dermatitlar barcha kontaktli dermatitlarning 80% ni tashkil etadi. Quyidagi omillar kontaktli dermatitlarga sabab bo'lishi mumkin. Sovunlar, shampunlar, soch bo'yoqlari, kosmetik vositalar, har xil metall tuzlari, ba'zi bir antibiotiklar, gormonal mazlar, konservantlar, rezinalar, taqinchoqlar, kiyimlar, ba'zi bir o'simliklar va shuningdek bolalarda pamperslar sabab bo'lishi mumkin. Rivojlanish mexanizmi: irritant kontaktli dermatit ta'sir qiluvchi moddani teriga to'g'ridan-to'g'ri toksik ta'siri natijasida paydo bo'ladi. Bunda sabab bo'luvchi agent teridagi immun hujayralariga to'g'ridan-to'g'ri toksik ta'sir etadi. Natijada bir qancha biologik aktiv moddalar ajraladi va ular terida toshmaga sabab bo'ladi. Allergik kontaktli dermatit ikki bosqichda ketadi: sensibilizatsiya va aktivlashish fazasi. Sensibilizatsiya va aktivatsiya kabi murakkab immunologik proseslar oqibatida ko'plab biologik aktiv moddalar ajralib chiqaradi va bular allergik yallig'lanishga sabab bo'ladi. Terida toshmalar paydo bo'ladi. Hozirgi vaqtda kontaktli dermatitni 13 ta tipi bor deb qaraladi. Bular quyidagilar: plyonkali dermatitlar asosan 12 oy bo'yicha bo'lgan bolalarda uchraydi. Bolalarda uchraydigan pampersga nisbatan paydo bo'luvchi dermatitlar shular jumlasidandir. Kontaktli xeylit, ya'ni lablar yorilishi. Kontaktli stomatit, shilliq qavatlarni kontaktli dermatiti. Poyabzal bilan bog'liq kontaktli dermatit, bo'yoqlardan keyin uchrayuvchi kontaktli dermatit, plastik ishlatish bilan bog'liq kontaktli dermatit, kosmetik vositalarga nisbatan kontaktli dermatit, gormonal mazlar ishlatish bilan bog'liq bo'lgan dermatitlar, lateksga nisbatan uchrovchi dermatitlar, professional dermatitlar va akvalanglar dermatiti. Tashxislash kasallik paydo bo'lish tarixini yaxshilab surishtirish zarur. Albatta, toshma qanday ta'sirdan keyin boshlanganini bilish zarur. Kontaktli dermatitlar uchun muhim belgilardan biri toshmalarning qichishidir. Toshmalarda qichishish yo'qligi kontaktli dermatit tashxisi ehtimolligini kamaytiradi. Ta'sir qiluvchi agent bilan kontakt to'xtagach, toshmalar tezda yo'qoladi. Shu agent bilan terini qayta kontakti natijasida toshmalar tezda yana paydo bo'ladi. Toshmalar shinqiragan, qizargan ko'rinishda bo'ladi. Ustida pufakchalar bo'ladi. Odatda pufakchalar ichi shaffof suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Keyinchalik pufakchalar o'rnida eroziyalar va qaloqlar hosil bo'ladi. Kasallik uzoq davom etganda toshma joylashgan teri yuzasi qalinlashadi. Kontaktli dermatitlar terini ko'proq yupqa yuzalarida shakllanadi. Ya'ni qovoq, quloq suprasi, chov sohasi, bo'yin sohasi terisi va qo'l barmoqlari terisida. Aksincha, tovon kabi terisi qalin joylarda kontaktli dermatit kam paydo bo'ladi. Davolash va profilaktikasi. Davolashda birinchi navbatda ta'sir qiluvchi agent bilan kontaktni to'xtatish zarur. Shuningdek, bemorlar o'zlari xarid qilayotgan vositalarni tarkibini ko'rib chiqib, shu asosida sotib olishni o'rganishlari zarur. Qo'l bilan ma'lum bir ta'sir qiluvchi modda bilan ishlanganda bemorlar qo'lqop kiyishlari zarur bo'ladi. Zarur holatlarda mahalliy glyukosteroid mazlar qo'llaniladi. Qichishish kuchli bo'lgan vaqtda esa antigistamin preparatlar qo'llash mumkin.